Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda bugungi sizlarga obzorimizda benzinli generatorlarimiz ichida eng katta modelimiz, ya'ni O'zbekistonda yagona degan bo'laveradi. 10 kilovatlik 196 motor bilan jihozlangan benzinli generatorimiz yetib keldi. Sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Yagona deganimiz sababi shu paytgacha bunday motor bilan jihozlangan dvijok kelmagan. Mana motorlarni ko'rishlaringiz mumkin. 196 motor. Mana kattaligini ham ko'rishlaringiz mumkin. Shu paytgacha 10 kilovatliklar 192, 194 motorlarda kelardi. Bu 196 katta motor bilan jihozlangan benzinli generatorimiz. Ikki xili bor. Xohlaganlarga 380 modelimiz bor, 3 fazaligi bor, xohlaganlarga 220 lik varianti bor. Katta ishxonalarga, ishlab chiqarish bor akalarimizga ham, katta hovlilarga ham bemalol konditsioner deysizmi, svarka apparat, har qanday nagruzkali texnikalaringizni bemalol ishlatib beradi. Benzinlik soatiga nagruzkada rasxoti o'rtacha 2 litrgacha rasxot qiladi. Sababi rasxoti sal ko'proq, motori ham katta o'shanga nisbatan, kalit akkumulyator statorda zavat bo'ladi. Ovozi ham anchagina past chiqadi. Eski viska dvijoklarga qaraganda gulshitirlari qo'shimcha samazashta bilan jihozlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina past chiqadi ovozi, qo'shimcha setkalar bilan jihozlangan. Xohlasangiz rushnoy zavat qilasiz, xohlasangiz kalit orqali zavat qilsalaring ham bo'laveradi. Xohlovchilar uchun alohida aver sistemamiz ham bor. Buni vazifasi svet o'chganda o'zi dvijokni avtomatik zavat qilib beradi. Knopkasini bosib qo'yiladi, montaj qilinadi. Mana dvijokni o'zida maxsus o'rni ham bor. Stiker orqali suqib qo'yiladi. Svet o'chganda avtomatik dvijokni zavat qilib beradigan miyasi hisoblanadi. Bu alohida sotuvda ham bor. Agar kimga qiziq bo'lsa, bu $150 turadi. Har qanday o'sha qanaqa dvijok bo'lsa, stikerli dvijoklarga tushadi. Zavatskoy avtomatik hisoblanadi. Alohida bu sotuvda $150 turadi. Xo'p, 3 fazaligi ham bor. Xohlovchilarga 3 faza texnika ishlatib turganlarga 3 fazaligi ham bor. Xohlaganlarga 220 ligi ham bor. Toza 10 kilovat напряжениyaga javob beradi. Benzin baki 25 litrli benzin sig'imiga ega ko'rsatib turadi. Baki ham o'sha o'ziga nisbatan rasxotiga qaraganda katta baklardan qo'yilgan. Balonlari bor, bemalol silchib yursalaring bo'laveradi. Patsozlari ham avtopatsoz, ya'ni oldingilarda kulchatir bo'lardi, qaytarib turib zavat qilinardi. Bu birdaniga kalitni qo'shsangiz bemalol zavat qilish imkoniyatini beradi. Narxi albatta qiziq. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu ko'rib turgan dvijogimizning narxi hozirgi kunda qo'lga tegadigan narxi $700 dan qilib beramiz. Xohlaganlarga xo'p 380 ligi bor, xohlaganlarga 220 ligi bor. Narxi $700 qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Aytib o'tganimdek, haqiqiy toza 10 kilovatli dvijok. Paddelka yozuv emas, haqiqiy 10 kilovatga javob beradi. Motorlari 196 motor bilan jihozlangan. Narxi $700 bo'ladigan narxi. Dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Viloyatdan olmoqchi bo'lgan klientlarimizga Isuzu stankalariga olib chiqib beramiz. Xohlaganlarga boshqacha modellari ham bor. Bizning dvijoklarimiz turi ko'p, shumli har xil variantdagi dvijoklari bizning do'konimizdan topishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Eng sifatli dvijoklar faqatgina bizda bo'ladi. Nomi Kentaur brendi ostida ishlab chiqarilgan.